Avvalgi qismlarda Bugundan kartangizni yoningizda olib yuring. Doim. Gretchen 6-kartani ola olmadi. Endi nima qilamiz? Gretchen senga bir ma'lumotni berib yubordi. Naf tegishi mumkin. Menga eski tanishim qo'ng'iroq qildi. Stila haqida eshitgan. Sotib olsam bo'ladimi deb qiziqdim. U bilan gaplashishga xavfsiz joy tayyorlab qo'ydim. 1 daqiqa. 1917 remont. Agent Self. Sizni kutayotgandik. Rouz bilan Scofield chiqqanda taslim bo'lishga imkon ber. Uni jangsiz aslo topshirishmaydi. O'jarlik qilishsa, shunga yarasha javob beramiz. Bitta noto'g'ri harakat bo'lsa, kamera yoqiladi va general Grant shu yerdaligimizni bilib qoladi. Soqchilarni pastga tushiring. Hoziroq. Ozgina qoldi. Michaelni Stilla bilan pastda kutishimiz kerak emasmi? Taktik tayyorgarlik ko'rganingda balandni egallash nimaligini tushunarding. Demak, Stilla bitta emas. 6 ta karta. Agar detonatorda turmaganini ko'rsangiz, o'ldiring. qurollarni tashlang. Bo'lmasa hoziroq bosh uchib ketadi. Yaxshi tushur. Qurolni ol deyapman. Qurolni tushiringlar. Ber. U yoqqa o't. Bo'l qariya. Bu xavfsizlik tizimini dunyoning eng aqllilari yaratishgan. Sen uni deyarli aldading. Juda xafa bo'lsang kerak. Operatsiya barbod bo'ldi. Aslida bosh qotirmaning oxirgi yetmayotgan qismi topildi. Hozir uni olib keldingiz. Nimani aytayotganingni tushunmayapman. Stilladagi kartangizni. Uni menga bering. Panjara ortida. 69-qism. Sen kutgan narsa emasmi? Sizdan faqatgina ustunlik sizda bo'ladigan tizimnigina kutgandim. Sizlarga bir nechta karta yetmayotganga o'xshaydi. Xo'sh, qalay, general? Sen men ishlagan sheriklarning eng yomonisan. Nima? Sen meni bir qo'lli tasqara va jinni ayol bilan qoldirding. O'zing esa Sekin. menga o'shqirma, qo'rqoq. Menga qarang. Begve bilan Gretchen Stillani olib keladi deb o'ylayapsizlarmi? Lekin ular Stillani tortib olmoqchi bo'layotgan odamlar aslida. O'chir. O'zing o'chir. Jimgina o'tir. Og'zimni yopma. O'zingni o'chir dedim senga. Bor, yo'qol.
Hoy! Qimirlama. U bizga kerak edi. U seni o'ldirardi. Bo'pti, Gretchen bilan Bagville izidan bor. Kol. Uyat emasmi? Sizlarda qanday bilmadim-u, bu yerda mehmonlarni tanishtirish kerak. Gregory White. Tanishganimdan xursandman. Susan Anthony. 2 kundan beri sizni ko'ryapman. Bo'lajak mijozmisiz? To'g'risi yo'q, men Colening sobiq hamkasbiman. O'zi sizni istagan narsasini sotib olishga ko'ndiradi. Yo'q, qayerda birga ishlagansizlar? Floridada. Floridada? Sen shimoliy g'arbiy bo'limdan emasmisan? Ha, lekin birinchi marta Gatega Walter davrida kirganman. Bir joyda uzoq qolishni yoqtirmaysanmi? Daydi bo'lib tug'ilganman. Tanishganimdan juda mamnunman. Men teleanjumanga borishim kerak. U biladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Nima qilyapsiz? Kerak emas. Menga tegmang. Nima qilyapsiz? Go'shakni qo'y. U yoqqa janob Whitening xonasiga. Tinchlik saqlang. O'tir. Janob Whitening xonasiga. Diqqat bilan eshiting. Hech kimga zarar yetmaydi. Endi nima? Beshta kartani qanday qilib undirding? Siz juda xafa bo'lsangiz kerak. Nima bu? Kartalar, kalitlar. Bu esa Stella. Hozir boshqa birovni qamoqqa tiqmaganingizdan afsuslanayotgandirsiz, a? Baribir bu yerdan chiqa olmaysizlar. Ish bitdi. Ketdik. Ishonching komilmi? U yo'ldan chiqsak bizni nima kutayotgani noma'lum. Ha, lekin tepada nima bo'lishini ham bilmaymiz. Menga ishon. General, bizga liftni ishga tushirib bering. Omad tilayman. Biz bilan chiqasiz. Qo'rqinchli joyi yo'q damani, to'pponchani qo'y, hammasi joyida. Bizda favqulodda vaziyat. Michael, Xudoga shukr. U bizda. Sen ishlaring qalay? Juda yaxshi. Yana 5 daqiqa ber.
White'ga o'g'limni o'ldirishni buyurganda shu stol yonida o'tirganmidingiz? Tashvishlanma, Alex. U yaqinda buyruq bera olmay qoladi. Qiziq bo'lyapti. Bu yerdan qanday ketmoqchisizlar? Liftdan chiqishimiz bilan soqchim binoni butunlay yopib qo'yishni buyurgan. Bu yerga hech kim kirmaydi ham, chiqmaydi ham. Shuning uchun baribir kutgan narsangizga erisha olmaysiz. Nimaga qarab qolding? Hech nimaga. Nimaga qarab qolding deyapman. Hech nimaga. Baqirishni bas qil askar, ishingni qil. Bu yaxshilik bilan tugamasligi aniq. Qochishimiz kerak. Tezroq. 125 million dollarga ega bo'lish uchun 3 soat kutishga toqating yetmaydimi? Sabr qil. Odamlarni generalning xonasi oldiga qo'ying. Vaziyatni qo'lga olish kerak. Liftni tekshiring. Siz esa zinapoyani. Bir nechta ism va hisobotlarni yashirishga shunday loyiha kerakmi? Ism va hisobotlarni? Bu hukumat bergan axborotmi yoki otangiz bergan? Sekinroq. O'ngdagi tepa tortma. Bu sizga qiziq bo'lsa kerak. Uni ismlaringiz ma'lum bo'lganda topdim. Nega ketdingiz? Transmilliy jamiyat bilan hamkorlik qila boshladim. Biz uni kompaniya deb ataymiz. Hamma qarorlarni ular qabul qiladi. Otangizni sizlar tug'ilmasdan avval tanirdim. Kompaniyaga ishlaganidan xabaringiz bordir. Ha, tahlilchi bo'lgan. O'zi shunday deganmidi? Xo'sh, tushunsa bo'ladi. Sizlarni haqiqatdan himoya qilmoqchi bo'lgan. Ogohlantiraman. Otangiz juda yaxshi odam edi. Lekin u kompaniyani yo'q qila olmasdi. U yo'l qo'ygan dahshatli mash'um xatoni sizlar ham qaytarishingiz shart emas. Kompaniya haqida ko'p narsani bilmaysiz. Stilla. Otangiz haqida. Onangiz haqida ham. Xudo haqqi, seni o'ldiraman. Bo'ldi, qiling. Reja qanday? Agent Self, ishlar qalay? Operatsiya 2 soatcha oldin boshlangan. Ular Stillani qo'lga kiritishdimi? Hozircha aniq emas, lekin birinchi bo'lib sizga aytaman. Aloqaga chiqishganda ko'rimsiz mashinani olib, uchrashuv joyiga boraman, keyin ularni olib kelaman. To'g'ri, senator Dellouning qabulxonasiga boring. Adliya vaziri sizni o'sha yerda kutyapti. Hozir rejadan bo'yin tovlab bo'lmaydi. Bu juda xavfli. Ha, ser. Biz marraga yetib keldik. Bilaman. Bunchalik uzoqqa borasiz deb hech o'ylamagandim. Adashibman. General buyruq berganda hujumga tayyor turishimiz kerak. Nima istaysizlar o'zi? Fernando, aytsang bas. Qizingni kollejda o'qish haqqi to'lanadi. Uning yashashiga